shu mashinamni ham haydamaganimga bir 34 yil bo'lib ketdi. 34 yil orzu qildik va oxiri natijaga erishdik. Ya'ni endi mashina haydab janob mer yoniga bir borayin, qani janob mer qanaydir ish bor deganda, endi zo'r odamlarga o'xshab oddiy ish qilish uchun ham mashinada boraman. Hozir boraman. Bor, mollarni tayin tozala desa, mashina bilan kelgani bir tim bo'ladi. Mahalla qanaqa bo'lsa ham ish buyuradi, hozir ko'ramiz, qarochi. Bu yerda nimadir g'alati ish buyursa kerak shu bugun, chunki g'alati-ku tushunmadim. Lamami? O'tda lama kelib qopti qishlog'imizga. Qoch, yetil o'lib ketasan tentak. Qoch dedim. Voy dabba, aytdim o'lasan deb. O'lib qolding, ko'rdingmi? Menga ishonish kerak, lekin ishonmading. Va meni urmoqchi bo'lding sen, dabba. Voy, sen men dabba dedingmi? Dabba degan so'zni men o'ylab topganman, tushunyapsanmi? Yo, men emasdim. Ha, boshqa edi-ya, mana bu yashil edi-ya. Ha, o'sha yashil edi, aniq yashil edi. Ha, bo'pti. O mana ruhini qarab olib qo'yish kerak, kelib qoladi. Qo'sh dedim, o'lasan dedim, qochmadi. Ha, bildim, lekin men ham sal qoldi meni o'ldirishiga, tentak. Yo, sen o'lmaysan, xo'rma, men sendan 1 kilometr uzoqda haydab o'tdim, his qilgan bo'lsang. Ha, his qildim. Yaxshi bo'ldi. Mana blok kimga kerak bo'lsa olaman, qo'yib qo'ydim, kelib qazib oladi. O'lama. Qalaysiz, brat, tinchmisiz? Sizga mana shu uy qursam kerak shu bugun. O, yerda rasvo qilibsiz. Stop. Hasan Husanlar, qandaysanlar, Jo'g'a, bizni qaysi birimiz Hasan, qaysi birimiz Husan ekanligimizni topsang, 1 murod beramiz. Bo'ldi gap yo'q. Topaman hozir, 2 sekundda topaman. Sen Husansan. Baloni o'qiyapsan, men Husan edim. Senlar adashib topib, qarochi senlar yolg'on gapiryapsanlar. Sen Hasansan desam, sen Husanman ham deyishing mumkin. Ikkalang bir xilsan. Yo'q, biz yolg'on gapirmaymiz. Biz shunaqamiz, tushundingmi? Bo'pti, o'zlaring bilasanlar. Stop. Tushunmadim. Sen bitta bu yoqda turibdi. Yana bu yoqda 2 ta. Sanlar qanday 3 tasanlar? Biz Hasan, Husan, Fatima, Zuhra. Qiz bola-ki Fatima, Zuhra. Qarochi Hasan, Husan, Tohir, Zuhra. Baribir qiz bo'lib qolyapti. Qarochi kim bo'lsanglar bu. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'qa qalay, tinchmisan, ishlar yaxshimi? Ha, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, bo'ladi. Yaxshi ketyapti, hammasi chotga. Xullas, janob mer chaqirgan ekansiz. Ha, ish bor edi senga. O'zi doim ish bo'lgan menga. Kun bo'yi sizga ishlaganman-ku. Xullas, qarochdak uyda orqasida ko'rgan bo'lsang, lava turgandi. Ha, ko'rdim. O'shanga uy qurish kerak-da. Ha, bo'ldi, quramiz. Farqi yo'q. Qarochi, tepamdagi yashikni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. O'sha ishda narsalar bor, olasan-da, qurasan, tamom. Ha, janob mer, endi unaqa emas-da. Siz doim ish buyurasiz, bir dam olmaymanmi men ham? Yo, dam olish senga emas uka, tushunyapsanmi? Dam olish menga-da. Ha, dam oling mayli. Onasini ham biz ish uchun yaralganmiz, to'g'rimi? Biz ishlashimiz kerak, siz dam olishingiz kerak, tushunarlimi? Senga tushunarlimi, sur endi. Ha, bo'pti. Brat uchun uy qurishni boshlaymiz. Brat uchun to'xtang, brat. Siz bilan kelishib olaylik avval. Siz yerda rasvo qilib ketyapsizmi deyman. To'xtagan joyingiz qayerdaligini belgilab olishim kerak-da. Birinchiman, mana shu yerga to'xtadingizmi? Shu yoqqa to'xtadingiz shekilli. Yo'q, to'xtang. Bu noto'g'ri to'xtab qo'ydingiz-ku siz. Ya'ni siz to'xtagan joyda men noto'g'ri atmetka qo'yib. Mana bu yerda bo'lish kerak. Metka qo'yib chiqish kerak har bitta to'xtagan joyingizga, brat. 3 ta blok qilsam sizda bo'yingiz barobar. Yo'q, bo'yingizdan pastroq ekan, normalniy atak, cho'tki. Tak. Bo'yingizdan yana bitta baland qo'rsam ham cho'tki chiqadi. Normal. Biroq siz uchun uy quraman, addushi bor. Rahmat demasangiz lekin yomon bo'ladi. Siz gapirishni bilmaysiz-ku lekin. Baribir rahmat deyishingiz kerak. Qochib tur Husan. Men Hasanman. Bor, Tohir, Zuhra bo'lsa ham uzoqda o'ynash. Xo'p, men ishlayapman bu yerda. 3 ta qo'yamiz chotga. Endi toshlarni olamiz-da, toshlarni qo'yishni boshlaymiz. Chunki tosh bo'lmasa hayot bo'lmaydi deydi. Yo'q, tosh bo'lmasa ham hayot bo'ladi. Prosta tosh bilan binomiz juda ham dahshat chiqadi. Biratan siz u yoqdan bu yoqqa yuraverasiz, nahotki charchamaysiz. Sen hali tentak lama bilan gaplashadigan bo'lib qoldingmi? Ishing bo'lmasin, senlar bilan gaplashgandan lama bilan gaplashganim yaxshi. Bo'pti, o'zing bilasan. Lama gapirishni bilganda zo'r bo'lardi, lekin brat chekkaroq qo'yib tura olmaysizmi? 2 sekund nariroq qo'yib tursiz. Rahmat. Gapga tushunadigan odam ekansiz. Odam emas-ku axir. Lamasda, jetellar sizda gapga tushunsa zo'r bo'lardi, lekin siz malladdes, lekin gapga tushunyapsiz. Qo'yilmas sizga, bor addushi. Sizga shu qilgan ishingiz uchun Oskar mukofotini berib yuboraylikmi? Yo'q, sizga berilmaydi. Berishganga sizga berardik. Tak sizga qizil kitobga kiritib qo'yishimiz mumkin sizda qiladigan ishimiz. Boshqa hech qanaqa narsa qo'limizdan kelmaydi. Tak hozir mana bu yoqqa eshik qo'yamiz. Mana shu yerda eshik bo'ladi. Biroz siz ko'chaga chiqmaysiz, bilaman. Endi prosta sizni oldingizga kimdir kelib qolishi mumkin. Mehmonmi shunaqa. O'shaning uchun qo'yib-da. Biroz qo'shib tursangiz, hello dedimi? Siz ingliz tilini bilasizmi? Qo'yilay, men ingliz tilida hello nimaligini bilmayman, lekin salom deganligini tushuntiringiz. Bitta azjalga ketib qoldi. Hamma ishlar. Bu ikkita jalga tashnasta qilmaydi. Qo'yamiz.
Obbo, shtajalga ketdi. Hamma hech narsa qilmaydi. Doim o'zi hech narsa qilmaydi deyman. Endi nima qilay? Qaytarib tiklashda iloji yo'q. O'shaning uchun ham ko'ngilni xotirjam qilib rozi bo'lib qo'yaveramizda akalar. Tak, endi bizga bitta vers tagi kerak bo'ladi. Buni endi mana bu janob Lamani uyiga qo'yib qo'yamiz. Janob Lama, siz hunarmandchilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bir yigitga 40 qanisi beqamiz. Bir yigitga 40 hunar o'zlaganda siz 36 ta hunardan foydalansangiz bo'ladi bu yerda. Nimaga 36 ta 40 deymiz? Bilasizmi? 4 tasini o'zim foydalanib qo'yibman-da, chunki youtuberman, yana qishloqdagi xizmatkorman, yana janob merni o'ng qo'li, ba'zida janob merlik ham qilib turaman, politsiyachi ko'p ekan, men lavozimman. O'zimga ham 40 ta hunar bor ekan. O'shaning uchun ham sizga ham bir ikkita hunar qo'shaylik deyman-da, janob. Janobmisiz bilmayman. Siz endi balki xonimdirsiz, siz qiz bola ham bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Obbo, qo'limga ari qo'nsin. Bor, rasvo qilib yubordim, yo'q, qaytarib qo'yish kerak joyiga. Ana, takoy bo'ldi. Xullas, sizga uyda itini qurib beraman, lekin it emas bu, uy bo'ladi. Tushunyapsizmi? Uyda it deganda it emas bu. Noto'g'ri tushunmang. Itni uyi bo'lishi ham mumkin. Itga uy qurganim yo'q, lekin shu paytgacha balki qurgandirman ham. Xullas esimda yo'q, lekin hamma hayvonga deyarli uy qurib chiqdim. O'tgan marta bitta jetel uyiga Ender Dragon olib kelgan, yana g'alati hayvonlarni olib kelib tashlagan, Bliz olib kelgan, yana qor bola olib kelgan. Ularga men ism qo'yib chiqdim. Yursunxon, Tursunxon, O'tursunxon deb. Sizga ham bitta ism qo'yish kerak. Siz ham yurib turar ekansiz. Sizga ham Yursunxon deb qo'yaveraylikmikan? Sizni Hasan Husan qilsakchi, sizlarni Yursunxon bilan Tursun, yo'q, siz ham Yursunxon, u ham Yursunxon. Ikkita Yursunxon bo'lmaydi. Bittasi Hasan Yursunxon bo'ladi, bittasi Husan Yursunxon bo'ladi. To'g'rimi? Siz Hasan Yursunxon bo'ling, bo'yingiz baland ekan. U Husan Yursunxon bo'ladi, bo'yi past. Endi bilmayman Hasan Husanga nimaga unaqa ism qo'yishadi? Hayronman. Bilsanglar, obunachilar kommentariy yozib qoldiringlar chiqqani. Xo'p, menimcha uy takoy bo'ldi. Bundan takoy вообще ni takoy bo'lib ketishi ham mumkin. Obunachilar xullas kommentariy tushib baholaysizlar uyni. Menimcha cho'tti chiqdi sizlar, voy nima deyapman. Sizlar yoqdimi-yo'qmi kommentariy albatta oppo chiqsizlar uchun. Mana sen endi dam olsam bo'ladi. Janob merga aytayim, borib qurib bo'ldim. Qaraysanlar Tohira Zuhralar. Nima? Tohira Zuhra? Yo, Tohir Zuhra demoqchi edim. Ya'ni Fotima Zuhramiz. Ha, shunaqa mayli. Tak, janob mer, ishni tugatib bo'ldim, bratam. Malades. Bo'ldi, endi borib damingni olsang, damingni. Siz hali dam bermoqchimisiz menga? Ha, davo deyapman. Senga bir xizmat qildim, birinchi eshik bor-ku. Ha, O'shani bir ochib ko'rdim. ha, hozir. Ha, bo'ldi, ochib ko'rdim. Bo'ldi, qaytarib yopib qo'y. Qanday xizmat qildingiz shunda? Shu ko'rding-da, tamom, bo'ldi, sur endi.